Hop, aka, mashinangizni ko'rdim. Nech pulga sotmoqchisiz buni? Hozir mashina turishlar $8000 qilishdi. Zo'r pul qilishdi. Nega sotmadingiz? Mashina adamlarning nomlarida. Adamlar hozir Anisadalar. Hamma mashina turishlar pulini notarsda sanaymiz deyapti. Lekin hozir adamlar notarsga boradi. Sharoitda emaslar. Mashinani sotishimning sababi adamlarning operatsiyalariga pul kerak. Nech pul kerak? Doktorlar operatsiyaga 5000 ketadi deyishyapti. Ha, operatsiyaga pul zarildi. Mayli, agar $5000 bersangiz, naqd pulingni olib qolaman. Ana u yog'iga adresa banisidan chiquvlarchi notarsiga sabr qilib turaman. Ozgina hisob bilan olib qoling. To'g'ri kelsa shu. Mashinani o'zi ish pulga sotding-ku. $5000 sotdim-da. Bolam, o'ylab gapiryapsanmi? Men zaril bo'lganda ham 8 minglik mashinani 5 mingga sotadimi? Tanish arendatorga sotdim. Qani tur uning. Yur. Mana obortga o'sha arendator oldiga. Mana ko'rdingmi? Birovlarning musibatdan foydalanib, mashinalarni teng yarim narxiga sotib olib, shuncha mashinalarni ishini tagiga terib qo'yibdi. Bu noinsof arendator. Bor chaqirdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchasiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim, mashina senga sotganmidi? Ha, o'g'lingizga kelib vaziyatlarni tushuntirganlarga naqd pulni berib, olib qo'yganman. Hozir afim qilib olasan mashinani. Tushunmadim anaqa. Tinchlikmi? Hozir afim qilib olasan mashinani. Qilmayman farmon endi. Men qilmaysan. Hozir. Kelinglar. Kira qolinglar. Keling, aka. Mana bu sizning mashinangiz. To'g'ri, bu hayotda besh qo'l barabar emas. Hamma arendatorlar ham bir xil degani emas. Men birovlarni musibatidan, kulfatidan foydalanib, oilamga, bola chaqamga harom yetiradigan inson emasman. Mashinangizning narxi hali ham $8000. 8 mingga sotsangiz ketadi. 1,5 oyda hech qanaqa tushib ketgan joyi yo'q. Xohlasangiz bu kimga mashinangizni sotingda, meni 5 mingimni qaytarib bering. Xohlasangiz $5000 qayerdan bo'lsa topib olib kelingda, mashinangiz o'zingizga buyursin. Men kutgan vaqtimga roziman. Bu bola nimaga unaqa deyapti desiz, hozirgi kunda yaqinlariga yordam beraverib, shu yaqinlaridan kuygan bitta insonman. Zo'r ukajonim. Men sizni ozgina noto'g'ri tushunib qolman.